Hammaga salom. Bugun bu videoda standart holatdagi diagrammani, formatlarni o'rganish bo'yicha video bo'ladi. Demak, bizda chap tomonda oddiy standart diagramma, o'ng tomonda uning natijasi. Shuni hozir o'rganib olamiz. Birinchisi, demak, belgilaymiz. Ma'lumotlarni va shu Power BI faylni yuklab olish uchun Telegram kanalida o'tishingiz mumkin bo'ladi. Kerakli diagrammani belgilaymiz. Bu diagrammada tovarlar bo'yicha sotuvlarning ma'lumoti. Birinchisi, bu yerda kamchiliklari, ko'rsatilgan yozuvlari, demak, ko'rsatilgan yozuvlari kerak emas. Buni biz nazvaniyasida ko'rsatamiz. Undan tashqari bu sonlarning o'rniga metki данных degan narsani, to есть, ya'ni diagrammaning o'ziga mana bu yerda ko'rsatilgandek sonlarni chiqaramiz. Keling boshlaymiz. Belgilab turib os Y ga kiramiz. Birinchidan bizga nazvaniyasi shart emas, buni o'chiramiz. Os X ga kirib nazvaniya va yozuvlari ham shart emas, bularni ham o'chiramiz. Uning o'rniga metki данныхni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Mana qo'shilgan va ichiga kirib turib значениеga borishimiz kerak va virguldan keyin bitta raqamni ko'rsatish kerak deb nastroykasini belgilab qo'yamiz. Va nazvaniyega o'tib, nazvaniyada bu yerda masalan o'zimizni продажи yoki sotuvlar по товарам deb nomlab qo'yamiz, enterni bosib. Va undan tashqari o'rtada по центру joylashtirib olishimiz kerak. Rangini qora emas, 20% qora rangda belgilaymiz va shrift ham o'zgartirsangiz yaxshi bo'ladi. Bu yerda masalan mana bu ko'rsatilgan shriftni belgilasangiz chiroyliroq deb o'ylayman. Undan tashqari bu yerda fon bor. Fonni mana bu rangni belgilasangiz bo'ladi yoki другие цветаga kirib turib o'ziga yoqgan rangni salgina yorug'roq jo'nt belgilasangiz bo'ladi. Undan tashqari intervalni 5 emas 3 deb qo'ysangiz, bu mana bu joyda intervalda hisoblanadi. Uni salgina kamaytirdik. Xo'p, undan tashqari разделительni ham belgilab turib, qora rang emas, sera rangrog'ini qo'ysak bo'ladi. Va e'tibor qiling, qanaqadir granitsa yetishmayapti. Shu granitsani kiritamiz. Bu razmer stil vizualniy granitsa degan joyga kirishimiz kerak bo'ladi. Qora rang emas, buni ham sera rangrog'ini qilib, округление углы degan joyga 9 qo'ysak yetadi. Endi bu mana bu yerda округление bo'lganligini e'tibor qilishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari bu standart ko'k rangi mos emas, uning o'rniga policy degan joyga kirib turib, mana bu rangni belgilasangiz bo'ladi. Bu rangning kodi mana bu kodda tersangiz bo'ladi. Yoki o'zingizga boshqa yoqgan rangni belgilab yaratsangiz bo'ladi. Natija tayyor. Bu qiyin emas, lekin ko'rinish umuman o'zgaryapti va asosiy narsa bu yerda ma'lumotni o'qilishida qulaylik. Rahmat e'tibor uchun.